Do'stlarimga assalomu alaykum. Hozirda O'zbekistonning ayrim joylarida, ayrim hududlarida kuchli yog'ingarchiliklar bo'layotganligi sababli tog'li hududlarda va tog'li hududlarga yaqin joylarda sellar oqib kelish holatlari kuzatilyapti. Shundan biri Zominda bo'lyapti va O'zbekistonning boshqa joylarida ham bo'lyapti. Do'l yog'ishini ham ko'rsak bo'ladi. Mana bu videolarda hammasini ko'rib bo'lsalaring bo'ladi va undan tashqari O'zbekistonning ayrim joylarida chigirtkalar ko'payib borayotganligini ham ko'rsak bo'ladi. Mana shu videolarni ko'rib bo'lsalaring, hammasi videoda to'liq ko'rsatilgan. Video boshlanishidan oldin kanalga bittadan like bosib, izohlarda o'zlaringizning fikrlaringni bemalol yozib qoldirsalaring bo'ladi. Hammaga rahmat. Nima bo'lib ey? Yollo jonim. Qo'yjanas. Qo'y. Yollo jonim, yollohim. Yollo jonim ey, yollohim ey. Ya qoch. Qocha, qara, qocha. Qocha. Yollohim, yo'q. Ey, pastga bola yo'q ekan-da, pastga. Shilay ishlab ketdi. Bitta ola, xudoolamiz bitta ola. Xudooniki bu. Xudoolamiz bitta olada. Boringni qo'yib xudo. Xudoolamiz bitta deb qo'yib boringni. Xudoolamiz bitta deb qo'yib boring. Nima qilganmiz hammasi bo'ladi. Hamma narsa o'tadi. Hech narsa qolmaydi. Abadiy emas. Xudoolamiz bir sekin qilamiz. Xudoolamiz bir sekin. Xudoolamiz hech narsa qilmaydi. Bu solgan meyvelarga qarang bechalar. 2 3 mana qo'g'onlar. 2 3 sonavergan. Sonavergan bechalar. Hammasi ichadi. Faqat Xudo bir sekund taq qo'ydi bizni. Borimiz. Katta to'p qo'ydi. Saylanlar qo'yadi. Saylanlar qo'yadi, zo'r ishlab qo'ydi saylanlar. Saylanlar qo'yadi dedi. Bitta chayla bor, ana bitta chayla bor. Qo'g'ilni oqaryapti hammalar. Chigirtkaga dori tepishga kelgandik. Mana bugun 2025-yilning 11-iyun sanasi Jizzax viloyati Zomin tumani So'xmazor qishloq yig'inning dehqonlar maydoni yonidamiz. Mana hozirgi realni holat mana holat. Abetdagi soat 4:30-5 da. Bu nima uchun odamga o'yni uryapti? Mana soya uryapti, odamga masakajon. Qizyapti, soya. Mana ekan. Hammaga rahmat. Gap yo'q akalarga. Xizmatdagi akalar gap yo'q. Ay, qama. Mashina yurgan ekan, hamma joy chigirtkaga qaraydi. Mana mashincha o'tiray. Azizlar, sizlarga bitta o'ta go'zal narsani ko'rsatamiz. Molguzor tog' tizmasining yuqorisidamiz. Mana bu yerda 2600
20 metrlik birka, ya'ni belgi. Morguzar cho'qqisi. Eng qiziqarli joyi o'ta kuchli yomg'ir yog'yapti. Mana bu yomg'irli bulut Baxmal tomondan Jizzax tumani tomon, ya'ni Qoyatoshdan bir hududdan ikkinchi tomonga qarab o'tyapti. Atrof shu darajada yomg'ir kuchli. Nima deydi, bir 30 metr 40 metrdan uzoq masofani ko'rib bo'lmay qoldi. Yomg'ir shu darajada kuchli. Hali ham soyabonimiz bor ekan. Va yana bir qiziqarli narsa, o'sha yuqori cho'qqi qismida qanaqadir bir avliyo o'xshash bir sig'inadigan joy deymizmi, o'shanga o'xshash joy bor ekan. O'sha joydan hozir yomg'irdan panoh saqlab turibmiz. Mana shu yerga kelamiz. Va mana o'sha anaqa qiladigan joylarigacha bor ekan, joy namozlarigacha bor. Yaxshigina. Eshik og'zida qoldi. Xudo banda qizlar o'ldi. Qizlar o'ldi. Xudo to'xtasin. Oldimi? Olyapti. Ilayim xudoyim. Suv balangan, chiqmasalangan, yo otni olovdan o'zing atsa, xudoyim. Ha, pasamda bu. Endi eshikni Barmog'im og'ib qoldi. Ekinlar payxon. Yer bilan bitta bu yotibdi. Ekin qilgan dehqonlarga sabr bersin. Mana O'zbekistonimizga kuchli yomg'ir yog'ib kelmoqda. Mana avval bitta ham qoldirmabdi. Bu past mahalladagilar suv olib ketdi. O'zbekistonning Forish tumanida, Jizzax viloyatida yomg'ir, jala, do'l aralash yog'di. Hamma joyini tekislab ketdi mana. Oppoq do'l, daraxtlar, hamma narsani qirqib, rasvasini chiqarib ketdi. Do'l, yozning o'rtasida yog'gan do'l. Xudoyim, umuman paxta yo'q axir. Yarım belinden ütüb taşıyan paxtalarını. Göm gögədi bir. Umumatızda paxta qamabdı axır. İnan paxta bir karış
bok kaptı. Dizoylu paxtalar yine. Həmmə paxta şundan bok kaldı. Yine paxta atız. Buzdan dolup atıptı bunam soğuğa vurdu mu? Kağanınam soğuk vurdu tuttu mu? Ne bir yine paxta meynetler o. Paxta yok atızda bire. Atızlar buzdan dolup atıptı yine.